Hop, kameralarni sifatli narsalardan qo'ydirmasanglar, mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu где-то sizlarga necha pulga tushishi mumkin. Где-то mana bu $20, $15. Mana bu yerda bu ham $15. 4 ta poy switch yig'ilganini ko'ryapsizlar. Hop, tom issiq. Ito kabellarning ko'pi ochiq. Bu narsa qisqa tutashuv bo'lib, yonish darajasigacha kelishi mumkin. Sababi bunda 12 volt yuradi. Bu qisqa ko'rinishi mumkin, lekin bunda baribir tok bor. Shuni ehtiyotini qilishingiz kerak. Biz hozir O'rta Saroyda Navro'z Opton bozoriga kelganmiz. Bularni bozor bo'ylab yoyilgan 32 ta kameralarni qaytadan to'g'irlab berishimiz kerak. Videoni kuzatib boringlar. Kim kamera qo'ydirmoqchi bo'lsa, o'shani birga jo'natib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Rahmat hammaga.